Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana bir ishimizni yakunlaganmiz. Akfa Alumin Neo oq aldox bir profilda, oynalar bir qavat, gullik, tepasi oq oyna bo'lgan, ikkita eshik, ikkita rom. Eshiklarimiz 110 ga 252 bo'ldi. Romlarimiz 120 ga, bo'yi 190 bo'ldi. Romlarimiz katta romlar. Bitta liniyaga tortib berdik, eski eshik romlarini chiqarib. Bitta liniyaga lazerga qo'yib berdik. Yopilishlariga bitta baho berib qo'yasizlar, obunachilar. Biz mana qanday vaqtamiz va shu yopilishi mana kerak, xudo xolasa. Pastki onalari gulli bo'lgan. Yangi Neo profilda 5 cm profilda olib kelganmiz. Ikkinchi eshigimiz ham. Ovozlariga baho berib qo'yasizlar. 45 lik patagonli bo'ldi taylari. Hop. Bitta xonasiga qo'shimcha portishga qo'yib berdik. Neo profilimizni qalinligi 5 cm bo'ladi akalar, oldindan aytib qo'yamiz. Yangi profilimiz qalinligi 5, oldingi profilda 4,5 bo'ladi. Yopilishlari ham, rom yopilishlari ham cho'tki xudo xolasa. Bitta portishga havolangan. Shu ishlarimizni o'sha 6,7 millionga qilib berdik, patagonlilari bilan. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar.